Rahmat. Kutib telefon orqali bo'lsa ham joylashtira olmaysiz ham agar men ko'chada kutib turmay debman qizim hozir ko'zim og'riyapti-da agar ayolim ham ish yerda. Aka menga qarang. Aka. Ha bo'pti, men telefonni qo'ying-da. Ha bo'pti, telefonlarni bering. Xo'p, shoshyapti. Xo'p, uzr xo'p, hojijon xo'p. Xo'p, mayli xo'p. Aka ismingiz nima? Muhammad aka, qayerdan keldingiz? Samarqand Ishtixon. Samarqand Ishtixon. Nimaga keldingiz aka? Shu ko'ziga narsa kiruvdi, cho'p olib tashovdik, qoroq tushib ketdi pastga. Hozir endi operatsiya qilmasa hech narsa bo'lmaydi deyapti. Biz lechina qilibmiz, hech narsa qilmaydi deb tushib ketyapti kunma-kun. Ha. Tomir yorilib ketaveryapti-da. Nimaga qilgiz olmadinglar? Endi hozir Akshaga borsak, u 7,5 million dedi. Hozir Toshkentga bordik, Zekruzga, u 4,5 million dedi. Oldindan to'lov qilib chek istoriya ochiladi deyapti. Endi yonimda yo'q edi, shunga hozir boradigan joylar ham yo'q. Hozir endi joylashtiraman deganda, hozir telefon qilsam tarabida chiqmagan ekan. Aka bunday qilamiz. Meni ismim Abdurasul. Abdurasul? Sizniki nima? Muhammad. Muhammad aka. Labi. Bon saninchi. Nimaga? Sanori? Nimaga? $300 ekan. $300 ekan. Hozir yana qaraychi, yana bormish. $400. 5 million bo'ladi. 4,5 million. Mehmon 100 euro. Nima bu? 100 euro bu ham. Aha. Siz operatsiyangizga ham yetadi. Aha. Gastitsangizga ham yetadi. Nomeringizni bersangiz men ana qaytarib beraman agar imkon boricha. Kerak emas. Shu qizaloqmi asha? Nechaga kirgan qizingiz? U endi 11 ga to'ldi. Men videoga oldim. Kanalimga qo'ysam mayli? Shu sizga от души. Men yomonlik emas, nima ko'rib turibdi-yu aka, o'zi glavniy. От души. Mayli akajon. Xo'p. Alloh rozi bo'lsin, ajrini bersin inshaalloh. Gap yo'q, yaxshi kunlarda. Biz o'zi qayerdan bizniki? Men Andijondanman. Andijon, onamlar Andijondan rahmatli. Ha, Andijondan bo'lgan. Asaka Karchika bozor orqasida turgan Samarqandga nimaga tushganda turmushga chiqqan. Endi rahmatli onam o'tib. Qarang, hozir bitta telefon so'rab keldingiz. Muammoyingiz hal bo'ldi. O'shanga xudo deb hozir qizim to'g'risidan nima bo'lib qoldik. Kimlargadir ishonib keldingiz? Hal bo'lmadi. Men ham o'chirgan, men qo'rqib so'radim to'g'risi. Chunki so'ramagan odamga g'alati. Mayli, qizim uchun so'rayman deb g'alatiroq so'radim o'zim ham. Hozir qishloq qo'lda ishlab ketgan edim, pul beraman degandilar. Hozir o'zi ozgina pulim ham bor. Bundan 700 mingcha shuni olib to'lab keyin yana topaman dedim. Menimcha bemalol ishingiz hal bo'ladi, xudo xolasa. Hozir 7,5 millionga qo'ysak, keyin linza ham qo'yib berar ekanda ichiga. Hamma narsasi ichida dedi, yotog'i yaxshi. Dollar $400 bo'ladi, keyin hozir 5 milliondan oshiqroq bo'ladi. Qaytarib bersam agar shunga yotqizsam, ko'zi garantiya deyapti-da. 5 million 100 eurosiga ketadi. To'g'ri, hisoblab 5 million 6,5 7 million. Hech yetmay qolar ekanda. Telefon ham yo'qmi sizda hozir? Agar karta raqamim bor, agar karta raqamingiz bormi? Davay, karta raqamingizga ham tashlab beraman men. Endi telefon qilyapman menga. Ayolim qilyapti ekan. Hozir nima qilib olay men? Karta nomeringizni prosta aytasiz. Men sizga tashlab beraman, bo'laveradimi? Ayting karta raqamingizni. 5614 5614 6814 68 14 14 2114 2114 97 60 97 60 5614 68 14 21 14 97 60. Bo'ldi. Aka siz bitta taksi to'sing. Chunki men ham Toshkentni yaxshi bilmayman, to'g'risi. Ha, bitta taksi to'sib turib, meni deng normalniy gastitsaga olib borib joylading. Bola chaqangiz bilan maza qilib borib damda oling aka. Ertaga boring, men o'sha kartingizga osib yana pul ham o'tkazib beraman. Uyga boring, salomat. Men ham. Xo'p. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Gap yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling.